Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun yangi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. 24-yanvar 2026-yil. Mana bu qo'y o'xirlarimiz. Mana ko'rib turganlar, eniga 45, chuqurligi 25, narxi tayyor holati 360 ming so'm. Yarim tayyor holatida, oyoqlari yo'q, chet yopilmagan holatida 240 ming so'mdan chiqadi. Mana bu 2 metrligimiz bor. Holatlarni ko'ryapsizlar aka, tiniq. Bularimiz 225 ming so'mdan beryapmiz. Yarim tayyor holatini 160 ming so'mdan beryapmiz. Orqasida mana 230 ga turibdi, 260 ming. Mana bularni, mana 260liklarni 270 ming so'mdan beryapmiz. Ba'da mol oxirlarimiz. 260lik, eniga 60, chuqurligi 32. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 300 deyman, 420 ming so'm beryapmiz. Mana bularni 250 ming beryapmiz kattalarni. Kezak asosida mana bu kattalar. Eniga 70, chuqurligi 40. Buni 480 ming beryapmiz. 230ligi bor, 390 ming so'mdan. 1 metrlik qo'y o'xirimiz bor. Bular narxi 160 ming so'm. Mana bu holatda keyin qo'y o'xirlarimiz bor. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, 190 ming so'm, 230 yarim tayyor holatida. Kimga shunaqa o'xirlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Bu yerda zakaz asosida mol o'xirlarimiz bor. Bularimiz eniga 70, chuqurligi 40 bo'ladi. 350 ming so'm. Qozonlarimiz bor, 250 litr, 300 litr, 200 litr. Tagi to'rliklisi bo'ladi. Bularimiz 200 litrligi 750 ming, 250 litr 850 ming, 300 litr mana 950 ming. Qopqoqlarni aka qo'shib beramiz shunday. Bu yoqda yarim tayyor qo'y o'xirlarimiz, mana mol o'xirlarimiz. Bularimiz hamla uzunligi 260, eniga 60, chuqurligi 32. Narxini 300 ming so'mdan beryapmiz. Mana bu tomlisdan bo'lgan mol o'xirlarimiz 280 ming so'mdan. O'tirganlarning o'xirni barcha turlaridan bor. Kimga qanaqa o'xir kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa, mana bu o'xirimiz 2 metrlik qo'y o'xirimiz. 150 ming so'm qo'yardik bularni. Mana ko'raverasizlar. Bu yerda 260lik qo'y o'xirlarimiz. Eniga 40, chuqurligi 22 sm, uzunligi 260 bo'ladi. Bularimizni 200 ming so'mdan berib yuboryapmiz. Mana bular ham shu qo'y o'xirlarimiz. 260lik. Kech bo'lgandan ozgina obzor qilib qo'yapmiz. Mana bularimiz ham 2 metrlik qo'y o'xirlarimiz, o'sha 150 mingdan berib yuboryapmiz. Mana bularimiz mol o'xir 260lik. 300 ming so'mdan beryapmiz. Optimal degan ekanlarga yanada kelishtirib beramiz. Bu yerda ham mana aka shunaqa. O'xirlar barcha turlaridan bor ekanlar. Mana bular eniga 45, chuqurligi 25, uzunligi 260 bo'ladi. Bularimiz 240 ming so'm beryapmiz. Mana akalar ko'rib turganlaringiz. Mana yerda mana eniga 50, chuqurligi 30 sm, uzunligi 230 ga o'xirimiz bor. Yangi chiqdi bunisi. Narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini 250 ming so'mdan beryapmiz. Uzunligi 230 bo'ladi. Shunaqa o'xirlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalni boshqaradigan bo'laman mana. Kimga qanaqa o'xir kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekistonning barcha viloyatlariga kelishilgan holda dasturga qilib beramiz. Endi biz YouTube'ga ozgina
montajsiz qo'yapmiz. Yana bir sal kuchaytirganimizdan keyin montaj qo'yamiz. Chiroyli qilib qo'ldan kelgancha yetkazib beryapmiz xalqimizga. O'xirlarimiz barcha turlaridan bor akalar. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona viloyati Buvoyt tumani, Dehqonobod qishlog'i. Arentir Met kollej oldida.